Ko'pchilik o'ylaydi, GAIlar yozib yuboradi. GAIni birinchi vazifasi yo'l transport hodisasini oldini olish. Boshqa narsa emas. Ulug'vorliklar, do'stliklar, obuna bo'lib, like bosib kuzatinglar. Mana hozir do'stlikda nima yangilik bo'lyapti so'raymiz. Assalomu alaykum. Aka, videoga olyapman, rozi bo'lasiz? Bemalol. Bizi Yangiobodda do'stlikda nima yangilik, nima bo'lyapti? Hozir men ketayotganimda yo'q edi bu narsa. Bu nomi Fishka, o'z nomi bilan. Aha. Bilsangiz, bu yo'lning nomi bor. Nomi D086 yo'li. Bu yerda yo'l transport hodisalari sodir bo'layotganligi uchun, Xudoga shukr, og'ir oqibatli bo'lmayapti-yu, lekin shuni ham oldini olish maqsadida o'rnatyapti. Bu nima uchun kerak? Mana keling. Ahamiyat bering. Fishka shunday narsaki, ikkita mashina o'zaro ketayotganda yo'lda, bo'lib tursa yo'lda. Ha, bo'ldi. Bir-birini quvib o'ta olmaydi. Quvib o'tayotganda yo'l transport hodisasi sodir bo'lib qolishini oldini olish. Yaxshi tomoni buni mana qarang. Bu egiluvchi. Bo'ldi. Agar birorta mashina kelib tegsa, egilib, yana qaytib o'z holiga qaytib qoladi. Mabodo tegsa. Asosiysi qarama-qarshi yo'nalishga chiqmaydi mashinalar. Bo'ldi. O'rnatyapti. Demak, bu xavfsiz vaziyatlarda mabodo tegsa ham mashinaga shikast bermas ekan-a? Mashinaga shikast yetmaydi va o'zi ham sinib ketdi, misol uchun mana qanaqa. Bu holatga kelgandan keyin yana qayta tikkalanib qolaveradi. Juda chiroyli ish bo'lyapti. Harakat xavfsizligini ta'minlash bu yerda turibdi. Ko'pchilik o'ylaydi, GAIlar yozib yuboradi. GAIni birinchi vazifasi yo'l transport hodisasini oldini olish. Boshqa narsa emas. Shuning uchun harakat xavfsizligini ta'minlab, bu yerda shu fishkalar o'rnatyapti. Aka, keyin sizdan bitta nima? Mana shu do'stlikda aholi ko'p. Iltimos, mana xalq nomidan desak bular qaysidir mana mo'ydan chiqishga peshahod qo'yish kerak. Peshahod chizish kerak. Chunki aholi va o'tadi-yu, mabodo yo'l transport hodisasi bo'lsa, peshahod yo'q-da bu yerda. Hozir zimaylar bilan qo'yish kerak. Mana shu gapga ham bilmadim, qanday uyushtirgandan keyin Yo'q, uyushtirilgan yo'q. Aka-ukalar, bilasizlar, yo'lda video olaman, to'g'ri kelib qo'ysa olaman. Mana to'g'ri kelib qoldi aka. Tumanimizda hokimi bilan ichki ishlar bo'lim boshlig'i kelib qoldi hozir. Aka, tushunmayapsizmi? Hozir bo'ladi. Undan-da yaxshi narsa bo'ladigan bo'lib qoldi. Xudo xohlasa, shu yerga avval nariga do'stlikdan chiqish joyimizga Istiqlol MFdan chiqish deb qo'yadi. Bu yerga, keyin bu yerga mana ya'ni svetofor qo'yiladi. Svetofor. Shu yer do'stlik. Svetofor. Xudo xohlasa, svetofor masalasini ko'rsatyapmiz. Mana blogerlar ham o'zlari ham kelib qoldi. Hozir Hoji bobo bilan ham gaplashib turdik.